Voy, bu rul. Voy, buncha qattiq bo'lib ketdimi? Soqqaga urish bilan band bo'lgan Damas chakalarga shu videoni shunday yuborib qo'yasiz. Mabodo rulingiz qotib qolgan bo'lsa, g'iqqillagan ovozlar chiqib turgan bo'lsa, rulovoy kolonka almashtirishga ehtiyoj tug'ilgan bo'lsa, men sizga Mansuroning rulovoy kolonkalarni tavsiya qilaman. O'zi Xitoyda chiqqani bilan, lekin Koreya texnologiyalari asosida ishlab chiqarilgan va yana siz o'ylagan holatda, hozir men bitta ochib ko'rsataman bu pachkada. O'sha sizga aytgan plus tarafimiz, ko'rib turganingizdek, pilninglari bular to'laqonli kapron hisoblanadi, ya'ni rezinka emas. Rezinka bilasizlar, yozda sal erib qoladi, qishda taranglashadi, xullas chirib, yorilib ketish ehtimoli katta. Bu yorildi degani, bu rulovoy kolonkangizni hamma yog'i etab-metab, rasvo bo'lishi tezlashadi degani. Shuning uchun har bir mijozni o'ylagan holatda komplektida kapron pilninglar bilan jihozlangan va buyurtmalar bilasiz butun O'zbekiston bo'ylab qabul qilinadi va avtoehtiyot qismlar savdosi bilan shug'ullanuvchi aka-ukalarimizni ham hamkorlikka taklif qilamiz. Mansuro bilasizlar, bu optiviy brend hisoblanadi. Mansuro brendi ostida bilasizlar faqat rulovoy kolonka emas, 600 xildan oshiq avtoehtiyot qismlar ishlab chiqariladi. Eng sifatli va eng muhim detallarni Mansuro sizlarga yetkazib berishda davom etadi.